Assalomu alaykum hammangizga. Bugun Iforaxon qizimiz tug'ilgan kuni bilan tabriklab keldik. Altın opam Qozog'istonda o'tirib aytdilar, bugun vaqtim bo'lgan kuni tabriklab berishini dedilar. Shuning uchun keldik. Iforaxon qizimizni ismlari, jismlari namonan Jannat iforli qizimiz. Umri kunlari uzoq bo'lsin. Allohim jannatlarda toj kiydiradigan maqomdagi qizlardan bo'lib ketishsin. Umri kunlari uzoq bo'lib, sizlarga xizmat etadigan aqlli, solih qiz bo'lib divana, içinde boros divana. Ben seni alamam dedi, almasam bilemem dedi. Ben seni alamam dedi, almasam bilemem dedi. Yoludan taydı demey, ben yaman, siz yaman bulmay. Gerek emas osmondagi ay, yeter bizge yerdagi chiroy.